Bugun HR bo'limi uchun alohida xona ajratib berdi. O'z xonaligi bor edi, lekin bizga HR direktor lavozimiga kelgani uchun yana ham katta xona qilib berdi. Hozirgi kunda bizda mana bunaqa konteynerda HR bo'limiga joy. Mana bu rukovodительskiy. Bu yoqda xodimlari. Hali protsessda remontimizni va hamma отделlarimizda biz qaror qildik. Albatta gul bo'lsin. Va shuning uchun mana bunaqa chiroyli gul bor. Undan oldin sapojniki bez sapog yurishardi. Endi yo'q. Raz bahor gullarda ishlagandan keyin xonangda gul bo'ladi. Bu yoqda mana bunaqa tartibli hujjatlar. Bahor gullari ishga kirmoqchi bo'lgan odam albatta mana shu xonadan o'tadi. Mana shu xonada обработка bo'ladi. Ertalabdan ishga kelib oldi. Hamma aktiv. Bu yoqda yangi xona qurilyapti, chunki sostavimiz kengaymoqda va bitta mana ofis. Yaqin kunlarda mana shu yerda katta bir yangi bo'limimizda ishlashni boshlaydi.